Dada, çöçek anlayma, Mən çöçek etibə. Boladı balam, boladı. Ben sana ço, hazırlam, Dilalet çöçeklerini koyup bere ya. Assalomu alaykum, Dilola cho'chaklarini yoqtirib anglab kelayotgan omoqlarim, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga Fransiya masalalaridan obro'y paras qag'i bilan oshko'z ag'mixonni aytib beray. Undaqda avval kichik do'stlarga Fransiya masalalaridan obro'y paras qag'ini aytib beray. Burunning burunusida bir qag'i o'tgan ekan. Bir kuni u bir dehqonning hovlisiga qo'nibdi. Qarasa, hovlida 2 do'st mengib yurgidek. Qaga bundoq chiroyli, bundoq esil qushni zodila ko'rib boqmagan ekan. Qag'ini ko'rgan bir do'st rangdor uzun quyrug'ini yalpigishda yeyib, mag'rur qadam tashlagan holda qag'ining oldida uyoq bu yoqqa mengib, o'zining go'zalligini ko'z-ko'z qilibdi. Yana texi ajoyib nafis ohangda sayrabdi. Qaga teximi zo'qlanib, to'zni ixtiyorsiz maqtab ketibdi. Qaga to'zni birdan tomosha qilgandan keyin qanot qiqib uchib ketibdi. Qaga uyga qaytib kelib etib, yiliqi 2 to'zni har qancha qilib xiyoldan chiqarib etolmabdi. Ular shuncha chiroyli ekan. Shundoq bo'lgandan keyin ularning turmushimi bak ko'ngillik bo'lsa kerak deb o'ylabdi. Qaga ko'ngli yerim bo'lgan holda o'zining bad-bashira qora tuklariga qarab, ixtiyorsiz azoblanib ketibdi. Shuningdan tartib, Qaga har kuni degidek yiliqi dehqonning hovlisiga berib, 2 do'stning esilzodlar xos qiyofatini o'g'irliqcha tomosha qildigan, ko'rgan siri ularning go'zalligiga hasad qiladigan bo'pti. Bir kuni kech kirib, quyosh taqkaniga patgandan keyin dehqonning hovlisini o'g'irliqcha maravatgan Qaga tushib qolgan bir tal to'sbeyni tepib olib, qattiq xushal bo'lib ketibdi. Bundaq paydan yana bir necha talni tepib olsam, deb o'ylabdi u va to'sbeyni yoshirib qo'yibdi. Yana bir necha kunda uning tepib olgan to'sbeylari 4 talga yetibdi. Endi men bu to'zga o'xshash chiroyli bo'lib ketadigan bo'ldim-da, ha. Deb ichida kulib ketibdi Qaga. U 4 tal to'sbeyni devir qo'y bilan o'zining quyrug'iga choplabdi-da, do'stlarining oldida uyoq bu yoqqa mengib, mag'rur holda: "Mening chiroyli quyrug'imga qaranglar. Men endi sizlardek set emas, voy setlar, neri turinglar?" debdi. Qog'lar bu obro'yparast samroyni zangli qilib kulishibdi. "Ay ahmoq, chiroyli paylarni yepishtirib olganing bilan sen yana bir Qaga." Bu g'avur Qaga ularning so'ziga parvo qilmay: "Har qaysing nimani bilasan-a? Men endi sizlardek ahmoq, satmoqlar bilan birga turmayman." debdi va buningdan keyin to'zlar bilan birga turmoqchi bo'lib, yiliqi dehqonning hovlisiga qarab uchib ketibdi. 2 to'z uni ko'rib, "Bizga o'xshash to'z ekan, esit, paylarning to'lisi tushib ketibdi-da bu bechoraning", deyishibdi uningga ichi ag'ritib. Qaga texmi mag'rurlanib ketibdi. U hatto to'zlarninkidek nafis ohangda sayrashni o'rganmoqchi bo'libdi. Qaq. Bu nima to'zning sayrash bo'lsin? Qog'ining bunda qoqizishi ishni chondirib qo'yibdi. Qattiq g'azabga kelgan to'zlar Qog'iga aytilibdi-da, u quyrug'iga yepishtirib olgan to'spaylarni tishlab yo'lib olib, o'zini qo'qlab etibdi. Bechora Qaga ruhi tushgan holda do'stlarining qishig'i qaytib kelganda, ular: "Sen asli zotingdan chongan turuqliq, nemishqa bu yerga kelding? Yo'qol!" deb qo'g'labdi. Shundoq qilib, to'zga olinishni qo'ydi yurgan bu Qag'ini hech kim ko'zga ilmaydigan bo'pti. O'maqlarim, Qaga obro'yparastlik qilib, do'stlaridan ayrilib qoldi.
u to'zga aylanish u yoqda tursin, ularning nabirdiga vazanlik qilishiga uchradi. Hay, bechora qog'a. Biz hargizmi qog'iga o'xshash obro'yparast bo'lmay, uningga ulgu bo'lib, ya'ni kichik bel, kamtar, qanoatchan bo'lib, uni bir xijil qilg'iz etaylik, ha? Endi Fransiya masalalaridan oshko'z Ag'mixonni anglaylik. Burunning burunusida to'limi oshko'z bir seriq Ag'mixon bo'lgan ekan. Uning nima uchursa shuni yeydigan odati bor ekan. Bir kuni u ochliq ambirdan bir necha dona paloq tuxumni tepib olibdi. U doimlik odati bo'yicha bu tuxumlarni o'rtada yutib etibdi. Lekin uzoq o'tmay uning qo'rsqi qattiq og'rib ketibdi. U uyida o'rin tutib bir necha kun yotgandan keyin aran saqiyibdi. Og'riqning dardini yetkuch tortgan seriq Ag'mixon o'ruqlab, ojizlab ketibdi. Qo'rsqi qovurg'ilariga chaplashib, ishdan nima tutib turolmaydigan holga tushib qoldi. "Ey, voy cho'ttoq, bundoq yursam o'lib qoladigan o'xshayman", deb o'ylabdi u. "Cho'qim o'bdoroq narsa tepib qo'rsqimni to'yg'izmasam bo'lmag'uday." U havodan tarqilayotgan mazalik puraqning kelish yo'linishi bo'yicha mengib, bir kanitning chetidagi kichik mehmonsaroyga kelib qopdi. U to'mushqini tamning yo'chqiga tiqqan ekan, tiyxumi mazalik puraq burniga urilibdi. Seriq Ag'mixon tirnoq va tishlar bilan tamdagi yo'chiqni jinining boricha qo'labdi. Tashlarning arliqidagi layni tatilab tirmalab tushirib, oxir bir to'shik echibdi. U to'shikdan ichiga kirgan ekan, ko'z oldida ajoyib hayvat ko'rinish paydo bo'ldi. Chunki u yemaklik ombiriga kirib qopdi emasmi? Bu yerda surlangan go'sht, qiza, pishloq, asal, meva murabbosi, meva meg'isi degandek esil yemakliklar eshib-teshib turgan ekan. "Ohoy, omad degan mushuda", deb baqirib yetibdi seriq Ag'mixon. "Nima degan ko'p narsalar bu? Nimani xohlasam shuni yeydigan bo'ldim-da, amdi." Seriq Ag'mixon turib, ishkobga sakrab chiqib, turib sivatlarni ichib, turib eshiqliq turgan qizlarga to'mshiq so'zib, to'xtamay yeyishga boshlabdi. Ancha o'tmay uning qo'rsqi kupdek bo'lib ketibdi. Qo'rsqi bak to'yib ketgan seriq Ag'mixonni ugdek besibdi. Shuning bilan u bir sivatning ustida sunaylab yotganicha tatliq uyquga ketibdi. Birar soatdan keyin uyg'onib yana yopdi. Ondan yana uxlabdi. Shunday qilib, uning mag'duri asliga kelib qoldi. Seriq Ag'mixon qo'rsqini rosa to'xlabdi. G'izalni bo'lib uxlabdi. Uyg'ongandan keyin yana qo'rsoq to'xlabdi. Qo'rsoq to'xlab bo'lib, yana uxlabdi. Shu tariqada rohat-farog'atda yashab bir necha kunni o'tkazibdi. Seriq Ag'mixon shundoq samirib ketibdiki, ishtining tugmalarini atkil bo'lmaydigan darajaga yetibdi. Lekin uning buning bilan qilchi kori bo'lmabdi. Bir kuni tushdan keyin seriq Ag'mixon bir dal qezini huzurlanib yotganda eshik ochilib, bir kimning oyoq tevishi anglanibdi. Seriq Ag'mixon o'duqqan holda atrofiga itti ko'z yugurtibdi-da, o'zini hiliq to'shikka etibdi. Lekin uning beshi va mo'risi to'shikka botqani bilan yo'g'on qo'rsqi gaplashib qopdi. Quvvatli ikki qo'l uning quyrug'ini ching tutib oldi. "O, nomussiz o'g'ri! Sen tega qochmoqchimi?" Shu tapda seriq Ag'mixon yana osh qilishni, qo'rsqining qovurg'ilariga choplashib ketishni orzu qildi. Bu arzu anglamoqqa g'alati bo'lsa-mu, biroq bu oshko'z seriq Ag'mixonning oshchaqda xiyolga keltirgan birdan-bir orzusi bo'lib qoldi. Umoqlarim, Ag'mixon bak oshko'zgana, uning oshko'zligi oqibatda beshiga chiqdi. Biz hargizmi Ag'mixondek oshko'z bo'lmay, ko'zi to'q, ko'ksi qarni kang bo'laylikmi? Kech bo'lib ketibdi,
Bugun baldır uxlanglar. Atmuş vaqtda Dilola uy nidar salonida ko'rishaylik. Tatlı tushlar sizlarga hamroh bo'lsin. Zaman şundaq tariken, elley balam, elley.